Omboringizdagi mol o'zi to'lagan puldan qimmatroq narxda turibdi. Shunday bo'lsa ham, hisobotda $500 zarar chiqadi. Qanday qilib? Keling, birga ko'rib chiqamiz. Sizda elektronika do'koni bor deylik. Yil oxiri hisobot tuzyapsiz. Omborda 2 xil mahsulot qolgan. Telefonlarni siz jami $5000 ga olgansiz. Ammo yangi model chiqdi, narx tushdi. Endi ularni faqat $4500 ga sota olasiz. Quloqchinlarni $1000 ga olgansiz. Bular esa aksincha, ommalashib ketdi. Endi ularni $1700 ga sotsangiz bo'ladi. Endi hisoblaymiz. Jami tannarx 5000 ga qo'shildi $1000, jami bozor qiymati 4500 qo'shildi $1700, $6200. Ko'ryapsizmi? Tovaringiz o'zi to'lagan puldan qimmatroq turibdi. Demak, hech qanday zarar yo'q. Balansga $6000 deb yozib qo'ya qolamiz. To'g'rimi? Mana shu yerda intuitsiya bizni aldaydi. Aslida standart bizni $500 zarar yozishga majbur qiladi. Tovar umumiy hisobda qimmat turgan bo'lsa ham va balansda 6000 emas, atiga $5500 ko'rsatiladi. Nega bunday? Bu savolga IAS2, ya'ni zaxiralar standarti orqali javob olamiz. Bu qisqa videoda siz quyidagilarni bilib olasiz. Nega omboringizdagi mol qimmatlashgan bo'lsa ham hisobotda zarar chiqib qolishi mumkin? Tannarx va NRV ning eng pasti degani nima? NRV qanday hisoblanadi va nega u bozor narxidan farq qiladi? Nega bir tovardagi yutuq boshqa tovardagi yo'qotishni qoplay olmaydi? Va nihoyat, shu bitta yozuv foyda zarar hisobotini ham, balansni ham bir vaqtda qanday o'zgartiradi? Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, like bosing va bundan ham foydali kontentlarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna tugmasini bosib qo'ying. Unutmang, siz eng yaxshisiga loyiqsiz. Endi darsga qaytamiz. Avval raqamlarni tartibga solamiz. Har bir turdan 10 donadan bor deb olamiz. Hisob oson bo'lishi uchun. Telefonlar. Bir donaning tannarxi $500, demak 10 dona $5000. Hozir bir donasi $460 ga sotilyapti. Sotish xarajati, yetkazib berish, qadoq bir donasiga $10. Quloqchinlar. Bir donaning tannarxi $100, 10 dona $1000. Hozir bir donasi $190 ga sotilyapti. Sotish xarajati bir donasiga $20. Kichik izoh, chalkashmaslik uchun. Bu mollar qayta sotish uchun tayyor. Ularni yana ishlab chiqarish shart emas. Shuning uchun tugatish xarajati bu yerda 0 ga teng. Biz faqat sotish xarajatini ayiramiz. Endi eng muhimi, mavzuning yuragi bitta jumlada. Zaxira balansda tannarx va NRV ning qaysi biri past bo'lsa, o'shanisi bilan ko'rsatiladi. Va bu taqqoslash har bir tur uchun alohida qilinadi. Ya'ni bir tovardagi yutuqni ikkinchi tovardagi yo'qotish ustiga yopib bo'lmaydi. Endi qadam-baqadam hisoblaymiz. Birinchi qadam. NRV ni topamiz. Formula sodda. Sotuv narxidan sotish xarajatini ayiramiz. Telefon uchun 460 ayirdik 10. $450 bir dona. 10 dona uchun $4500. Quloqchin uchun 190 dan 20 ni ayirdik. $170 bir dona. 10 dona uchun $1700. Ikkinchi qadam, har bir tur uchun tannarx va NRV ni yonma-yon qo'yamiz. Telefonlar. Tannarx 5000, NRV 4500. Past bo'lgani 4500. Quloqchinlar. Tannarx 1000, NRV 1700. Past bo'lgani 1000. Uchinchi qadam, qo'shamiz. 4500 qo'shildi 1000. Zaxira qiymati $5500. To'rtinchi qadam, zararni topamiz. Telefonlar 5000 dan 4500 ga tushdi. Bu $500 yozib qo'yiladigan zarar hisoblanadi. Va mana eng muhim nuqta. Quloqchinlardagi $700 lik yutuq hisobga olinmaydi. U telefonlardagi $500 zararni ham qoplamaydi. Shuning uchun umumiy hisobda tovarimiz 6200 ga arziydigan bo'lsa ham, biz baribir $500 zarar yozamiz. Buni jurnal yozuvida ko'rsatamiz. Sotuv tannarxi hisobiga $500 debet qilamiz. Bu foyda zarar hisobotiga tushadi. Zaxira hisobidan esa $500 kredit qilamiz. Bu balansdan olib tashlanadi. Endi bu yozuv foyda zarar hisobotiga qanday ta'sir qiladi? Zarar $500 xarajat sifatida tan olinadi.
Sotuv tannarxi $500 ga ortadi. Natijada davr foydasi $500 ga kamayadi. Ya'ni bu $500 to'g'ridan-to'g'ri foydangizni kamaytiradi. Balansga ta'siri ham xuddi shunday sezilarli. Zaxira aylanma aktiv sifatida $6000 dan $5500 ga tushadi. Jami aktivlar $500 ga kamayadi. Taqsimlanmagan foyda ham $500 ga kamayadi, chunki foyda kamaydi. E'tibor bering. Aktivlar ham, o'z kapitali ham bir vaqtda $500 ga kamayadi. Shuning uchun balans muvozanati buzilmaydi. Endi butun mavzuni bitta oltin qoidaga jamlaymiz. Zaxirani hech qachon ortiqcha ko'rsatmang. Har bir tovarni alohida oling. Tannarx va NRVning eng pastida yozing va bir tovardagi yutuq bilan boshqasidagi zararni aralashtirmang. Yoddan chiqarmaslik uchun bitta jumla. Alohida hisobla, pastini yoz. Yutuq bilan zararni aralashtirma. Va endi sizga o'ylantiruvchi savol. Aytaylik, keyingi yili telefonlarning narxi yana ko'tarildi. Endi ularni $520 ga sotsa bo'ladi. Siz o'tgan yili yozgan $500 zararni qaytarib, zaxirani yana asl $5000 ga tiklaysizmi? Yoki $520 lik yangi bozor narxiga qarab, undan ham yuqoriroq ko'rsatasizmi? Standart bu yerda aniq bir chegara qo'yadi. Javobingizni izohlarga yozib qoldiring. Kim to'g'ri topishini birga ko'ramiz. Video foydali bo'ldimi? Like bosing, obuna bo'ling va do'stingizga ulashishni unutmang. Keyingi darsda yana sizni kutib qolamiz. Xayr.